Albatta 1917-yilda 13-dekabrda miting bo'lib o'tadi Turkiston muxtoriyatida va Munavvar qori Abdulla Avloniy, Murodxo'ja afandi kabi bir necha kishilar qatnashishadi, jadidlarimiz. O'shanda rost bolsheviklar aytishadi, biz bu davlatni tan olamiz. O'zlaringdan davlatsizlar. O'zbek xalqi o'z davlatchiligiga bo'lishga haqli deb aytadilar. Va miting tugagandan keyin hamma xursand, endi mana shu davlat bolsheviklar aytishdi bu gapni deb xalq xursand chiqib ketishayotgan payti Bo'zsuv daryosi bo'yida odamlarni bolsheviklar birma-bir o'sha pulemyotlar bilan kutib olib otib tashlashni boshlashadi va bir necha jadidlarimiz daryoga sakrab omon qolish uchun ham olomon o'shanda kanalga tashlashganligi hamda ko'plari qirib tashlanganligi mana shu 1917-yildan boshlangan katta bir qirimga to'g'ri kelib qoladi.